Mana buni qarang, tovuqlarni cho'tki qilib terib qo'yganmiz. Aerogrilli yengilchasi kelgan. Bugun sizlarga test qilib ko'rsatib beramiz. Bu stiklanli idishligi bo'ladi. Graduslarni to'g'rilab olamiz. Birinchi o'chirtda 180 gradusga va vaqtini 40 minutga qo'yib turib, bitta start beraveramiz. Proses ketdi, rezultatini ko'ramiz. Bu aerogrilda poni ichlari pishayotgani ko'rinib turadi. Qanaqa sostenida pishayotgani. Buni eng asosiy fishkasi bu yerda hech qanaqa pakrita ishlatilmagan, toza shisha bo'lgani hisobiga umuman bezarar hisoblanadi. Siz mumkin, mana tovuqlarimiz ham tayyor bo'lib pishdi, qizarib, cho'tki bo'lib chiqqan, kisir bo'lib, ichlari bilan zo'r pishgan. Ajralishlarni qarang. Gap yo'q. Qizig'i bu hammasi 1 gram yog'siz pishgan, o'zini yog'ida pishdi. Aerogrillarni $100-150 paytida $200 ham sotishgan. Hozirgi paytda skidkada $59 dan xarid qilishingiz mumkin. Mahsulot yoqqan bo'lsa, pastki kontaktlarga aloqaga chiqasiz.